Mingta yangi do'stdan eski bitta samimiy qadrdon yaxshi. Biz og'ir damlarda yoningizda turganlarmiz. Nimaiki taklif qilsak, faqat xalqning koriga yarasin. Insonlarga foydasi tegsin degan niyat bizda ustuvor va eng muhimi. Qora sedananing butun organizmga, immunitetga, soch, tish, jigar, oshqozon, ko'z, bo'g'inlar, suyak, qon bosim, qandli diabet va hokazo juda ko'plab dardlarga malhami haqida. Hatto buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino ham takror va takror aytganlari gaplarimizga bir isbot. Minglab insonlarning dardiga darmon bo'lgan, kundalik malhamiga aylanib qolishga ulgurgan o'sha o'zimizning ajr sedana oz muddatli tanaffusdan so'ng yangi qadoqda yana xizmatingizga shay. Yodingizdami? Ajr sedana bu ming dardga darmon hamda mazlum dillarga ehson edi. Biz bu tijoratni bundan 1 yil avval insonlarga ham malham, ham ibrat bo'lsin deya tashkil qilgan edik. Shukrki, yuzimiz yorug'. Ajr sedanani iste'mol qilganlar faqat foyda ko'rdilar. Bu safar ajr sedana kirib bormagan xonadon qolmasin. O'zimizning 1000 yillik tabiiy bearmon darmon vositamiz tuzatmagan xastalar qolmasin degan ahdimiz bor. Unga qo'shib, har bir ajr sedanani xarid qilgan odamlar sababidan yetim miskin faqirlarning uylariga barokatli ihsonlaringiz kirib borsin. Mehribon otajonimga, mushtipar onajonimga, jondan aziz farzandlarim, suyukli rafiqam, jigarlarim, aka-ukam, opa-singillarimga ataganim faqat eng go'zali, eng yaxshisi, eng sarasi. Axir men ularga eng avvalo salomatlik istayman, omonlik tilayman. Axir biz boyib ketish uchun emas, o'zimizdan yaxshilik qilish uchun, yaxshi amal qilish uchun, xalqimiz foydasi uchun bu yo'lga chiqqanmiz. Bu tijorat foydasining naqd 30% saxovatga sarf bo'lishi siz bilan bizni yanada yaqin qiladi. Shubhasiz. Zotan har bir yangi qadam yaxshilik yo'lida doim yonimizdasiz. Ajrdan oling, ajr oling.